qilib, nechuk lavhul mahfuzga birinchi qilib yozdirursan? Ey qalam, deb nido keldi Alloh taolodan. Adab chegarasidan o'tma, farmonimga munkir kelma. Uning oti Muhammaddir, mening habibimdir. Bu lamakon ichra qudratimning ramzidir. Zamini osmon, arshu kursini uning nuridan yaratgum. Barchani uning nuri bilan muzayyan qilgum. Sen ham uning nuridan yaralding. Agar uning nuri bo'lmasa, bu koinot bo'lmas, oy quyosh ham bo'lmas va uning nuri bo'lmaganda men o'zimni olamga oshkor qilmagum. Alloh taolodan bu nido qalamga yetib kelgach, uning vujudiga titroq turdi, qalbiga iztirob kirdi va uning uchi shaq etib ikkiga ajraldi va o'rtasida yoriq paydo bo'ldi. Yana roviylar aytadilarki, qalam yorilmaguncha lavhga bir harf ham tushmagan edi. Yorilgach, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlarini ravon yoza ketdi. Alloh taolodan qalamga yana farmon keldi. Ey qalam, lavh ustiga qudrati ilohiyni yoz. Yo Parvardigor, buyur, nimani yozay? Bil koinotda neki yaratibman barchasini yoz. Azaldan abadgacha bo'lgan hodisalarni hammasini lavhga tushir. Ey Rabbim, nimadan boshlayin-u nima bilan tugatay? Ibtidosini basmaladan boshla, ya'ni Bismillahir-Rahmonir-Rohim deb raqam qil. Lavhga mening ismlarimni ham yoz. Bir ismim Jaloldir, ismi zotim Kamoldir. Bir ismimdan rahmoniyatim ayon bo'lsin. Ismi zotim Kamoldir. Bir ismimda rahmoniyatim ayon bo'lsin. Ikkinchisidan rahmiyatim oshkor bo'lsin va Bismillahir-Rahmonir-Rohim kalimasini Habibim Muhammadning ummatiga baxshida etdim. Habibimni ummatlaridan kim shu kalimani zikr etsa, jalolimga ham, kamolimga ham qasamki, o'shal bandaga do'zax o'ti haromdir. Uning nomai amoliga 700 ajri savob yozilur. Nomai amalida 700 gunohi bo'lsa, o'chirilur va shul kalimani zikr etgan va ortidan menga hamd va Habibimga salovat aytgan Habibim ummatini rahmatiga olib, jannatimga dohil qilurman.